Assalomu alaykum do'stlar. Biz hali ham mana shu Madinadamiz. Muhammad alayhissalomning qurdirgan masjididamiz. Mana ko'rinib turgan bu ravza, qabr. Bu yerda Muhammad alayhissalom shu uyda yashagan. Shu uyda Oysha oyimizning uyida vafot etgan, xuddi shu yerga ko'milgan ekan. Uning yonida nimalar Hazrati Bakr, Hazrati Umar radhiyallohu anhular ham shu yerda ko'milgan. Biz 2 kun oldin kirib o'tdik. Mana odatda mana shu yerda ko'p odamlar shu yerga kelib namoz o'qishga harakat qilishadi. Qabrni ko'rib turib, qabrning yonida nima qilib. Xudo chaqirib, Xudo yo'l berib, bu yerga keladigan bo'lsangizlar, Madinaga masjid imkoniyati borcha mana shu joylar eng anaqa yaxshi odamlar harakat qilib o'qiydigan joy mana shu. Keyin mana bu nimani gilamga ertalab kelsa shunaqa mushkambarning hidi chiqib turadi. Har kuni bu gilamlarga mushkambar sepilar ekan, o'qiyotgan paytda shunaqa yoqimli xushbo'y hid anqib turadi. Nafas olganingizda ham bu masjidga kirishingizda shunaqa hidni sezasiz. Lekin bu gilamda ko'proq seziladi bu. Mana omon bo'ling. Xudo sizlarga ham nasib qilsin. Xudo sizlarni ham chaqirsin. Xuddi shu yerlarga kelib, shu yerlarda o'tirib namoz o'qish sizlarga nasib qilsin.